Ani boshqa dard bilmas deymiz-ku. Biz birini muammoni ichida ekanligini, azoblar, og'riqlar, ayriliqlar ichida ekanligini bilganimizda osongina endi bu hayotda shunaqa bo'ladi-da deb o'tib ketamiz. Bir hamdardlik bildirgan bo'lamiz boshqa go'yoki. Ammo baribir biz his qila olmaymiz ularni. Toki bu kitobni o'qimagunga qadar. Nega bu kitobni o'qimagunga qadar? Bu shunchaki bir bolakayni deylik, sizga mo'ltayib qarab turgan bir bolakayni ichki olamida nimalar o'tayotganini, nimalar gapirayotganini, ichidagi xayollari, o'ylari nimalar ekanligini o qadar muhtasham tasvirlaydiki, hozir o'qib berganim o'sha hikoyani bosh qismidagi kirishni eslang. Otasini qaytishini hayajoni bilan uni xayoliga kelayotgan savollar, o'ylar, bolaligingizga qaytasiz va boshqatdan yashashni boshlaysiz. O'zingizni hayotingizdagi o'sha o'yilgan nuqtalarni borib topasiz. Azasi o'qilmagan yo'qotishlarni, azalarini o'qiysiz. Tashakkuri aytilmagan hadyalar uchun tashakkur aytishni boshlaysiz. Ya'ni